Sharabulet yoki Nursulton kim yutadi deb bo'lsa, qadrdonlar, Nursulton ham bir necha janglarni mag'lubiyatsiz o'tkazmoqda. Boshida mag'lubiyat bo'ldi, lekin UFC'da ham bu janglarda endi nima deb o'ylaysizlar? Sharabulet, bilasizlar buni qandayligini? Sharabulet qanday darajadagi jangchi ekanligini har biringiz yaxshi bilasizlar, do'stlarim. Nima deb o'ylaysan? Nursultonning irodasi kuchi yoki Sharabuletning baquvvat zarbalaridan omon qolarmikin Nursulton, yoki Nursultonning zarbalaridan Sharabulet omon qoladimi? Qanday fikrdasizlar? Izohlarda qoldiring fikrlaringizni. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Kecha Sharabulet videosini, hozir gapirgan videosini ko'pchilik tashladi, atmetki qildi. Bu zo'r, qiziq, o'zimga ham qiziq kurash. Xudo xolasa, qanday vaqt ko'rsatadi. Ikkalamiz ham menejerimiz bitta, bemalol gaplashilsa, xudo xolasa zo'r